O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6 fevraldagi 65-son qaroriga asosan hozirgi kunda firma nomini olishga oldindan buyurtma berish mumkin. Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun Davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimidan shaxsiy kabinet orqali ro'yxatdan o'tgan holda ariza berilishi mumkin. Bunda tanlangan nom qonunchilikka mos bo'lsa, vakolatli organ tomonidan, ya'ni viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari tomonidan 2 ish kuni ichida ariza ko'rib chiqilib, nom zaxiraga olinadi. Arizachi 10 kun ichida bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida to'lov qilinishi lozim. To'lovdan so'ng ushbu firma nomi 60 kungacha zaxirada saqlab turiladi.